Hurmatli kuzatuvchilar, vodiyga yo'l oldik. Vodiyga ketyapmiz. Vodiylarni Palonbeshda kutamiz. Yuqorida menimcha kecha bet 6 ga yetib olsak kerak. YouTube obunachilarga nima ko'rsatamiz yo'lda? YouTube obunachilarga yuqorida qanaqa sirpanish kuzatamiz. Benzin quyishga to'xtadik. Qaraylik, chotki chet el stilida qilib qo'ydik. Orga chiqdik mana. Biz qaysi baloga olib keldingmiz? Qani qayerda bo'lsin, nimasi bor? Mana shu kanatlari, yana bir nimalari bor. Olib kel. Qani sen? Bo'ldimi? Ha. Qora kanada ko'tizda. Olyapsanmi degi? Olyapman. Biz qayerga kelib oldingi Belgrus. Aka nima edi bet? Car City'damiz. Car City'da kvadrotsiklda sayr qilmoqchi edik, haydab yuborishdi. Assalomu alaykum, azizlar kuzatuvchilar. Bugun Qirg'izistondan kelgan importyor ukalarimiz bilan birgalikda Dovonni Toshkent bilan vodiyni ulab turuvchi Dovonni tepasida, ya'ni Pervan tepasida mana shunaqangi Car City bor ekan. Bular bilan men ham birinchi marta kelyapman. Ko'prikka chiqmoqchimiz. Qorda, ko'ryapsizlarmi? Shunga hozir birgalikda chiqamiz bular bilan. Qani ketdik. Biz tog'ning eng tepasiga chiqdik. Mana bunaqa sayr dam oladigan kurort bor ekan mana. Pervan tepasida. Mana bu yerda bugungi joy oldik. Hozir uylardan bittasini shu yerda qolib bugun bular bilan dam olib, shashliklar pishiramiz. Mana bu yerda qorlarda uchamiz, ko'priklarda sayohat qilamiz. Qorlarda chang'irada suzamiz endi. Balon bor tepada. Hozir biz ham yigitlar bilan birgalikda o'zimiz duximizni sinab ko'ramiz. Adrenalin olmoqchimiz. Samarqandda 1000 kilometrga suzmoqchimiz. Qani, ko'rsa. Ketdik. Mazami! Vodiyliklar hali uyda o'tirmasdan qor qachon vodiyga yog'ar ekan deb, mana bu yerda tog' tepasida Car City bor ekan. Kurortning zona. Manzarani qarang. Hozir bolalaringizni olib keling deb, ertaga yakshanba, bugun shanba. Ertalabdan ana shu ko'rasizlar. Biz uchib ko'ramiz hozir. Sizlarga bitta reklama ketadi hozir. Mehruz sen birinchiga o'tir. Birinchiga o'tir. Videoga olib ketasan-da. Hoshmazi bo'ldi, adrenalin bo'ldi. Dahshat. Hammani Car City'ga taklif etamiz. Qaysi tomonga tushamiz? Voy. Canım bu Qirg'izistonlik ukalarimiz qalay bo'ldi endi? Adrenalin qalay bo'ldi? Konkret bo'ldimi? Adrenalin oshdimi? Hozir mana bunga chiqamiz. Had video to'rmasdan bola-chaqani olib, sizlar ham bir kun shanba qilib vodiyliklar kelinglar. Pervalga shundoq dunyoga chiqmasdan chap qo'linglar deykan. Havo ana shu dunyoga chiqamiz endi hozir qorda. Oh.
Voh! 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 Bizlar Qor Cityga keldik. Kecha bo'lsa ham Qo'qonga yo'l o'tdik. Shu yerda Qor City degan makon bor ekan, dam olish sanatoriyasi. Ukalarimiz bilan bular Qirg'izistondan, Jaloloboddan yaxshi imperatorliklar bo'lib tayyorlanib boryapti. Kerak bo'lsa Jalolobodliklar, Qirg'izistonliklar Jalolobodga kelasizlar. Otabek va Shahboz bilan bemalol implantlarni qo'ydirib chotga borasizlar. Albatta O'zbekistonga kelsanglar, Perevaldagi Qor Cityga ham kelib o'tinglar. Bugun maza dam olyapmiz hozir bu yerda. Martdagi kottejlari 12 soati 500 ming ekan. Qor va shetinmayapti. Mana Birinchi bosqichi 7-8 kunlargacha davom etadi. Operatsiya qo'ygandan keyin, implant qo'ydinglar, mana bugun implant qo'yildi. 7-8 kungacha davom etadi. Nima bo'ladi bu birinchi bosqichda? O'sha implant jarohat etilgan joyda osteoklastlar yoki fagosit hujayralari keladi-da, o'sha yerdagi shu nekrotik to'qimalar, bo'ladigan bakteriyalar, xullas qoldiq suyaklar bunaqalarini hammasi yeydi ular. osteoklastlar. Mana Perevaldan tushganda Durbek patirda moyka qilib berar ekan. Tekinga patir olsanglar. Moyka tekin ekan.